Emakilar Makka shahriga boraman. Agar shu video bir haftada 2000 ta layk yig'sa, kimni qarasang bayrog'ni ko'tarib olib bir joyga chiqib ketyapti. Makkaga ketayotganlar 50 mingta layk bo'lsa boraman, Xudo uchun emas, sen layk uchun ketyapsan. O'zingning manfaatingni dindan ustun qo'yma. Shunchalik Xudo uchun bo'lsa, hech kimga aytma, bor o'sha ibodatingni qil. Sizlar dindan ochiqchasiga foydalanyapsizlar. Qanday qilib isbotlab berasan deyishinglar mumkin. O'zingizlar aytib turibsizlar og'zingizlar bilan. 2000 ta yoki 20 mingta yoki 30 mingta layk yig'sa, keyin boraman deyapsizlar. Yig'masa bormaysizlarmi? Xo'p, yig'ilmadi deylik, nima qilasizlar? Bormaysizlar. Din sizlarga layk yig'ib olib, mansab orttirib, obro' orttirib oladigan narsa emas sizlarga din. Avvalo shu yo'l bilan borib kelganlar bo'lsa, ibodat qabul bo'lsin. Lekin umuman noto'g'ri ish qilyapsizlar, bor. Germaniyaga piyoda ketib ko'rishyapti, Qozog'iston, Qirg'iziston qilib piyoda yurib ko'rishyapti, o'xshamayapti. Insonlarning hissiyotiga din orqali urg'u berishyapti. Sizlar qanaqa fikrdasizlar shunaqa insonlarga? To'g'risi men qarshiman bu narsaga.